Surxon vohasining olis hududlaridan tortib markaziy mahallalariga qadar mana shunday ko'chalardan yurib borar ekansiz. O'zbekiston umumiy uyimiz, O'zbekiston bag'ri keng diyor degan iboralar bekorga aytilmaganiga yana bir bor ishonch hosil qilasiz. Aziz teletomoshabinlar, biz ayni vaqtda Angor tumanidagi Novshahar mahallasining kelinchaklari bilan suhbatlashib boryapmiz. Novshahar mahallasida bugun 4000 nafardan ortiq aholi istiqomat qilib kelyapti va ularning 60% dan ortig'ini turkman millatiga mansub aholi vakillari tashkil etadi. O'zbeklar turkmanlar bilan, turkmanlar o'zbeklar bilan quda anda bo'lib, xuddiki et tirnoq kabi ajratib bo'lmaydigan darajada do'st inoq bo'lib ketishgan. Keling endi bir obod, fayzli, namunali xonadonlardan biriga kiramiz hamda jarayonlarni birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Novshahar mahallasiga kirib borgan insonni avvalo odamlarning samimiyligi, kattalarga hurmat va mehmondo'stlik hayratga soladi. Bu yerda azaliy urf-odatlar, milliy an'analar va qadriyatlar avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Mahallada azaldan qo'shnichilik qadrlanadi, to'y marosimlar hamjihatlikda o'tkaziladi. Mana biz o'zbek, turkman azaldan yashab kelyapmiz. Urf-odatimiz bir, to'ylarimiz bir. O'zbeklar turkmanlarga, turkmanlar o'zbeklarga qiz berib qudanda bo'lib ketgan to'ylarimiz bir. Juda inoq yashayapmiz. Chegaramiz bu yoqda Afg'oniston, biz bu yoqda Turkmaniston, shu jumladan yashaymiz. Tinch, osoyishta. Ayniqsa milliy taomlar dasturxonlarga o'zgacha fayz beradi. Turkman kelinlari tayyorlaydigan yog'li palov, qatlama va nonlar mehmonlarga alohida mehr bilan tortiladi. Bayram va to'ylarda milliy liboslar kiyilib, qadimiy qo'shiqlar yangraydi. Bizning mahallamizga kelin bo'lib tushgan o'zbekmi, turkmenmi, tojikmi farqi yo'q. Shu milliy taomimizni biladi. Bu milliy taomimizning nomi ishliki. Bu sovchilikka borganda rozilik bergan Xudo tarafimizga olib boriladi. Bu ovqatimiz urf-odati 1000 yildan beri saqlanib kelyapti. To'yimli, shifobaxsh, hammaga yoqadi. Kelinlar haqiqatan ham to'y bo'ladi, bir-birimizga yordam, milliy kiyimlarimizni kiyamiz, jamalaklarimizni taqamiz, taomlarimizni birga tayyorlaymiz. Tortlar pishiramiz, mana buni pishiramiz, bizning milliy narsalarimiz. Bayramlarda, Navro'z bayramlarida juda bular urf, xursandmiz. Hammamiz mana shunday inoq yashaganligimiz uchun. Bugungi kunda mahallada yoshlar ota-bobolaridan qolgan milliy qadriyatlar va an'analarni munosib davom ettirishga intilmoqda. Xulosa qilib aytganda, Novshahar mahallasi O'zbekiston bag'ri keng diyor degan ulug' g'oyaning amaliy ifodasidir. Bu yerda turli millat vakillari bir oiladek yashab, tinchlik va totuvlikni eng katta qadriyat deb hisoblashadi.